Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilarimiz. Bugun Rishtonimizda Kulolon kottej deyiladi, ko'rishingiz mumkin. Kulolon kottejdan bir did bilan qilingan xonadonimiz sotuvga qo'yildi. Egalari ehtiyojimizdan narida bo'lib turishibdi. Shu joydan uncha foydalanmayapmiz deganlari uchun shu joyimizni sotuvga qo'ydik. Bu yerda sotig'i 6 sotig'dan iborat bo'ladi. Mana bu joydan eshik kirish eshiklari, darvozaxonalari chiroyli mana bunaqangi naveslari bor. Hovlilarni ko'rsatib beraman. Ko'rishingiz mumkin, bu yer hovlilari, agarodlari. Mana. Ya'ni bog' qilib qo'ysangiz ham, bir chorva qilaman desangiz ham, bu yerlar shunaqangi sokin, tinchki, ertaga mana yerga qancha chorva narsalarni boqsangiz ham, mol qo'y qilsangiz ham hech kimning ishi yo'q. Shunaqangi zo'r imkoniyat. Do'stlar, mana bu joyda atapleniyaga moslanib tashlab ketilgan ekan. Bu yer aristonlari, o'sha umnikat yo'llari. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, ichkarilarini ko'rsatib beramiz, ko'rishingiz mumkin. Xo'p, bu yer garderobga moslashtirilgan. Mana bu yer oshxonalari. Bir tadbirkor Kulol akamizni xonadonlari bu yer. Uncha foydalanmayapman, shuning uchun sotib olyapman deyishyapti. Oz-moz krediti bor, hurmatli kuzatuvchilar. 60 millionmikin shunaqa krediti bor deyishdi. Oyiga 1 million 200 mingdan, ya'ni arzimagan pul to'lab borsangiz bo'ladi. Xo'p, bu yer katta bitta zallari, hurmatli kuzatuvchilar. Mana bu yer sanuzellari, hammasi yaxshi turibdi. Oz-mozini endi o'zingizga moslab, mana devorlarni ko'ring, yaxshi turibdi. Kosmetika qilib olishingiz mumkin. Menga misol uchun bu pushti ranglar yoqmaydi deganlarga mana o'zlariga moslab olishi mumkin. Bu yer ham ikkinchi katta bitta zallari. Rishton kulolchilik san'at asarlari. Bu yer esa mana ko'rishingiz mumkin. Spalniga moslashtirib qo'yilgan. Hamma narsalari bilan birga beriladi deyishyapti. Bu yer hojatxonalari. Mana ko'ringlar, hamma jihozlari bor. Atapleniya bilan bor. Eng asosiysi bu yerda gaz bor, svet bor. Umuman gaz, suv, svetdan umuman muammosi yo'q, hurmatli kuzatuvchilar. Narxiga qiziqqanlar narxini 35.500 deb baholashdi egalari. O'zlariga aloqaga chiqishlari mumkin. Ekranda raqamlarni qoldirib ketyapmiz. Bizning ushbu YouTube kanalimizga obuna bo'lib, like bosishni unutmaymiz. Hammaga kattakon rahmat. Musofirdagi akalar, yurakdasizlar. Hurmatli YouTube kuzatuvchilarimiz, videolarimiz ma'qul kelayotgan bo'lsa, bittadan podpisatsiya, like ni doim bosishni unutmanglar. Hurmatli kuzatuvchilar, sizlarni bu qilgan ozgina xizmatinglar butun bir xalqimiz ko'rishligi uchun manfaatli bo'ladi. Qolaversa, musofirdagilargacha yetib boradi. Sizda obuna bo'lganligingiz, like bosganligingiz. Musofirda ham qancha do'stlarimiz, qadrdonlarimiz, shu rishtonliklarimiz bizni kuzatishyapti. Musofirdagilar, addi shu yurakdasizlar. Hammalaringga ushbu kottejimizni tavsiya qilamiz. Narxi 35.500, yana kelsangiz bo'ladi. 60 million krediti qolgan. 1 million 200 mingdan to'lanyapti. Pastda egalar raqamlarni qoldirib ketyapmiz. Kulolon kottejdan uy olaman deganlar mana zo'r imkoniyat.